Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi robbil alamin. Vatanimizni himoyachilari, haqiqiy askarlar. Nima dedinglar? Sekin Ka'badasizlar. Qiblaga qaraysizlar, haqqiga duo o'qiysizlar. Allohim rozi bo'lsin askarlarimizdan. Rozi ekansizlar hammalik. Qo'llaringizni rohatini ko'ring Allohim. Hammamiz rozimiz. Baraka toping. Yomon gaplarga rozi bo'linglar. Hammangiz sog' bo'linglar. Baqirib o'rgan bo'lsa o'zlar o'rtoqlar. Ko'rdinglar, ushash o'zi bo'lmadi. Hammamiz birlashdik. Baqir chaqirga rozi bo'ling. Amin. Allohdan rozi bo'lsin. Kelim bilan qo'shib qarib yurasiga. Rahmat sizga. Jamoa degan narsa mana shunaqa bo'ladi. Jamoa degani bitta yoqadan bosh chiqaradi, jannatga ham bir-birini olib kirib ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Meni ummatim 70 firqaga bo'linib ketadi. Faqatgina haqiqiy muslimlar, ya'ni ko'p meni sunnatimni uyg'otganlar meni ummatimdan bo'ladi" deganlar. Biz inshaalloh jamoamiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini uyg'otib, bir-birimizdan shu darajada aql bo'lamiz. Bundan katta baxt yo'q. Mana haqiqiy askarlarimiz rijollik shijoatini ko'rsatib sizlarni olib kirib chiqishdi. Qaytib Ka'baga bormaysiz. Ahvolni ko'rdingiz. Qo'limizdan kelgancha sizlarni e'zozlar ehtiyotda bordik. Bu yog'iga va'da berasizlar, bormaysiz. Rozimisiz? Alloh rozi bo'lsin. Vatanimizning himoyachilari, ya'ni o'sha chegarada turgan har bitta askar ham sizlarni himoya qilib turibdi. Agarda bizani vatanimizni o'sha askarlar himoya qilmasa, biz xotirjam bo'tlarda sayohat qilib, ibodat qilib yura olmaymiz. O'shalarga rahmat. Prezidentimizning islohotlariga rahmat. Inshaalloh bizani boshchimiz zo'r bo'lgandek, bizani jannatga ham yetaklaydi. Alloh rozi bo'lsin, ikki dunyo saodatini bersin. Askarlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Qo'llaringizga bosh bo'lib, eng oldi turlardan bo'lib yuring. Hamma sizga nima deydi? Tur emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng oldi ummatlardan bo'lib yuring. Ummatlardan bo'lib yuring Allohim. Umringiz uzoq bo'lsin. Hammalarga rahmat. Lekin okamga gap yo'q. Meni qo'lladilar bor, ovozarini boricha eshitib turdim. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Sizga rahmatlarga rozi bo'linglar. Shunchalik kuchga Bu duolarni pulga ham ola olmaysizlar. Bu yoqdan emas, bu yoqdan chiqyapti. Mazami? Standart paketam zo'ra. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat kelinlar, xo'jayinlarni hurmat qilinglar. Shuni yurityapsiz. Kattakon rahmat sizga. Iloyim, farzandlaringizni huzurini ko'ring. Amin. Nasib bo'lsa. Dodam qaynimani dodam, duo qo'y dodam. Keling, hoji dodam mana. Qazichilarni kerak. آمين رب أنزلني منزل المبارك أنت خير منزل الله تعالى أولا باش حميز كش توابلن خير لي مبارك شاء الله تعالى تنجاني صابل sağ selamet bul yürüyüşleyin Allah nasip eylesin. Allohu akbar. Ketdik joyimizga.